Diqqat! O'zbekiston fuqarolarining barchasi 893 ming so'mdan oladi. Uni qanday olishni bilishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni aldamang, tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yalliqlanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, 30% lik chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Diqqat qiling, bola tug'ilganda beriladigan 893 ming suyunchi pulini endilikda uyingizdan chiqmasdan olishingiz mumkin. Telefoningizdan App Store yoki Play Market orqali Xalq bankining xazna ilovasini yuklab oling. Ilovani oching, ijtimoiy xizmatlarni tanlang va suyunchi puli bo'limiga kiring. Kartangiz ulangan bo'lsa, pul avtomatik ravishda sizga tushirib beriladi. Eslatma: 2024-yil 1-apreldan boshlab birinchi farzand uchun barcha ayollarga suyunchi puli to'lanadi. Ikkinchi farzand uchun esa ijtimoiy himoya yagona reyestrida ro'yxatda bo'lganlar uchun to'lab beriladi. Bu xabarni suyunchi puli olmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.